Qo'lda beringda 3 million so'mdan ketaveradi. 29 dan aka o'shalar bilan bir xil bo'lib ketaversin. Har safar obunachilar tomon bo'lyapsiz. Biz tomondan bo'lib turibmiz. Yo endi ertaga qarang, qo'yga qarab pul bering bo'pti. aka o'sha olgan odam ertaga qaytib keladida baribir. Bugun sotib ertaga yig'ishtirib qo'ymaysiz. Meni bir kutishsinmi yo'qsa, ha? Kelishadi-da, xudo xolasa. Qachon chiqargindi va? Ha bir. Mana buni qarang, tanlab olsa 3 million so'mdan hading. Optimga olsa 2 million 900 dan. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aziz do'stlar, Ulqon Uz kanalining ashaddiy muxlislari, hurmatli obunachilar, barchangizga Allohdan barakali kun tilagan holda biz bugun video syomkalarimizni Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'idan boshlash arafasida turibmiz. Hurmatli obunachilar, videoni boshidan bittadan like bosib, kommentariyada chiroyli izohlarni qoldirib turasizlar. Inshaalloh bugun Sayfullo akamni qo'ldan kelgancha chiroyli izoh qo'yamiz. Assalomu alaykum. Obunachilar, hamma yaxshimi? Eldarbek kanalingizga mehmonmiz. Hop, esingizda bo'lsa, bundan istalgan 1 oy oldin bir marta chiqdim. Shunaqa. To'g'rimi? To'g'ri. Xudo xolasa endi chiqishni boshladik. Barakasini bersin. Inshaalloh xudo xolasa qo'ldan kelgancha narx yengil qilib, like bosib tursa, narx o'ta yengil qilib beraman. Barakasini bersin. Hurmatli obunachilar, videoni boshidan ijtimoiy tarmoqlarda bitta bo'ladi. Bugun bitta syomka uyushtirmasangiz bo'lmaydizlar. Men shoshilib keldim gap ochilib. Bugun Eldarbek xudo xolasa qarang, nech partiya? 5 partiya qo'yimiz bor. So'lig'i ham bor, sarig'i ham bor, olasi hammasidan bor. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rib tursa, 3 million pastga chiqadi. Barakasini bersin. Hurmatli obunachilar, videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Xudo xolasa 3 million pastda ham qo'ylarimiz bor. 3 million pastida ham bor qo'yimiz, xudo xolasa. Barakasini bersin. Xo'p, aka, birinchi partiyamizga soni nechta? Birinchi partiyaga soni 45 ta. 45 ta hammasi qo'chqormi? Hammasi qo'chqor, qulog'i butun. 2 donani qulog'ida endi xolos. Aynan mana shunisi ekan, shu qolgani butun ekan. Hurmatli obunachilar. Xo'p, yosh oliga necha oylikka beramiz Sayfullo aka? Bular oldi 4 oylik. Oldi 4 oylik. Ha. Orqasi 2,5-3 oylik. 2,5 Minus minusda endi. 3 oy menimcha aka, 2,5 oylik menimcha ko'rinmadi yo'q. Endi o'zimiz ham taxmin qilyapmiz, endi plus minusini beraveramiz. Bo'yini ham xudo xolasa 60 plus minus. 60 atrofida. Ha. 60 atrofida mana. Hurmatli obunachilar, badallarni ko'rib turibsizlar, dumbalarni ko'rib turibsizlar. Eng asosiysi uni sifati, yaltir-yultirligini qaranglar, yuzlarigacha yaltiradi. Lekin oyoq qo'li uzun narsa hading. Jinday arig'i ham bor, lekin oyoq qo'li uzun hammasi. Ha, haligi bo'ychan qo'zida, ha, boqsa boqqidek qo'zi. Ertadan keyin go'sht to'lsa ham yirik ko'rinadi-da, xolasa. Xudo xolasa qo'zi zo'r. Qachon keldi bular Sayfullo aka? Yerlar bular kechagina yetib keldi bular. Sinovdan o'tdimi? Kechagina abitda yetib keldi. Mana sinovdan qarang, qonni o'zi chiqyapti qonni hammasini. Yeb ishlarni ko'rib olgan. Ha, bir qator emlashni qildirib qo'ydim. Xudo xolasa olib borib boqishaveradi. Aka-ukalar qo'rqmay tavsiya qilaver-a. Xotirjam. Kim bo'lsa shuni olishaversin. O'zim olgandek tavsiya qilaver-a, xudo xolasa. To'ppa-to'g'ri shuna qilavering, xudo xolasa. Barakasini bersin akalar, mana qo'chqor olaman deb yurgan akalarimiz bo'lsa, ekranda nomer qoldirdim, aloqaga chiqasizlar. Faqat narxini arzon qilib bersanglar aloqaga chiqinglar, bo'lmasa shart emas. Narxi ham xudo xolasa. Bozorda arzon bo'lmasa telefon qilmanglar deb aytib qo'yamiz, iloji yo'q aka. Ha, xotirjam, qarang. Narx qo'yib beraman shu bugun, xudo xolasa men chiqishini kutib o'tirishadi obunachilar. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Mana buni Eldarbek 32 dan olishaveradi. 3 million 200 dan. 3 million 200 ming so'mdan ketaveradi. Optimiga, donaga. Tanlab olsa ham, 10 ta olsa ham, nechta olsa ham ketaveradi. Sal kelishtirmaymiz aka? Hali ko'cha narxi deb qo'yapsiz. Ko'cha ijtimoiy tarmoqlarda bitta bo'ladi desangizmi? Eldarbek mana mashqozlar masalan mashqozlar 3,5 ga ham bermaydi hozirda ham. Sayfullo aka. To'g'rimi? To'g'ri. Endi quyuq suyug'iga hozir ko'chalarni ham masalan 3 millionga bermaydi, suyug'ini ham 3 millionga bermaydi bozorda. Aka, ijtimoiy tarmoqlarda bitta bo'ladi dedingiz. Mana bo'ldi 31 da mana. Tanlab olish pastda bitadimi? Unda bo'lmay ketadi endi. Pastda gaplashaylik Sayfullo aka. Ha, unda bo'lmay ketadi-da, chunki men qarang 10 ta 20 ta qo'y chiqarganim yo'q. Yo, endi 45 ta so'rayapmiz-da. 45 ta qo'yni chiqaryapman. 45 ta masalan 3 tupasida hech kim chiqara olmaydi, Eldarbek. Tem bo'ldi qarang, bo'yi 60. Hop. Bitta ikkita 55 xolos, qolgan aksariyat 60. Hop, nimadir o'tib berasizmi? 3 danmi yo 31 danmi? 3 dedingizmi hozir? 31 dedim men. Hop, endi 3 dan o'tib berasiz o'zingiz aytdingiz mana. 3 dan o'tib bering, 29 dan qilib bering mana Sayfullo aka. Yillar biz tomondan bo'laveradi. 2900 dan. Yo'q, endi kanalingizga to'g'ri mehmon 31 danmi deb o'zingiz so'radingiz. Kanalingizga mehmon bo'lib chiqdim men. Endi iloji boricha qarang, keng bo'pti. Hop. Siz lojingiz sunmasmi? 2 million 900 ming so'mdan. Tanlab olsa 3 million so'mdan. Barakasini bersin mana akalar. Endi bozorda ham borib so'rasa so'kib beradi shunaqa narxdan. Fikrlaringizni bildiring. Olaman degan odam bo'lsa, kelib tepasiga ko'rishaversa, xotirjam. Barakasini bersin. Akalar, narxlar arzon bo'ldi haligi. Qo'rqmasdan aytaveramiz. Hozirgi kunda ko'cha-ko'y narxini ko'rib yuribmiz. 2 million 900 ming so'mdan tepasiga keling. 3 million so'mdan mana bunaqalarni tanlab oling akalar. Olib borib 33 dan oldim desangiz, hech kim sizga nimaga 33 dan olding demaydi mana shu qo'ylarni akalar. Lupay savdogar kelib turib bir
Top 20 tasini tella olib ketsa 3 million so'mdan. Olib borib turib 33, 34, 3,5 xotirjam sotaveradi. Xudo xolasa. Indamasdan sotadi. Agar bir joyga oldim deysa, lekin yutishadi. Xudo xolasa, to'ppa-to'g'ri. Xudo xolasa. Dastlabkilar qayergacha aka? 12 ta viloyatga ketaveradi. Bor ha. Barakasi bersin. Akalar, narx-navo bo'yicha bir fikrni bildirib qoldiringlar. Mana shunaqa arzon chakalar. Agarda qarang, mana shu qo'ydaga qimmat deysa, telefon qilishma qo'yishaversin. Arzon desa, telefon qilsin, davomi bor yana. Barakasi bersin. Xudo xolasa davomi bor, kelaveradi. Akalar ochiq oydin, hali menda arzon emas. Mana shu qo'y qimmat bo'lsa, telefon qilib qo'yishsin. Dangal o'zlari. Xotirjam telefon qilib qo'yishaveradi. Lekin mana akalar, mana shularni akalar 32-33 ta masalan tanlab olishingiz mumkin ko'chaga. Bermaydi, qo'zini qarang. U saralab qoladi mana. Mana. Ko'rdingizmi? Yajirasidan yo'q, o'zlar 32liklar o'tib qolibdi, qarang. Saralab qoladi o'zi qo'y. Mana shular 3 milliondan. 3 milliondan ketaveradi. Ketdi akalar. Barakasi. Bizdagi narsa emas u. Realni qo'yiladi bizda. Endi akalar mana monolarni bo'ladigan bo'lsa, u 3,5 ham devoraverasizlar akalar. Endi eldarlar mana qarang, mana shu bo'lib top mana. Mana shu qo'ydi masalan bozorda ham masalan 29 ga bermaydi-da. To'g'rimi? Mana shu 2 ta 3 ta xolos mana shunaqasi asli. Barakasi bersin. Prosta bizga yengil keldi, o'sha yengil sotyapmiz. Gap yo'q. Keyin partiyamizga qanaqa chiqadi aka? So'liqni zo'ri bor. Olib chiqamizmi? Olib chiqamiz. Ketdik bo'lmasa. Hurmatli obunachilar, bu partiyamizga xudo xolasa qo'y qilib olaman degan akalarimiz alohida e'tibor berishlaring kerak. Sababi hammasi urg'ochi. Hammasi urg'ochi bo'ladi, qarang, Eldarbek. 45 tasi bir partiya. Hop, 10 tasi addenni xolos. Boshqa partiya? Ha. Nargilarga nisbatan yirik ham shekilli bu. Yiriroq bular, kattaroq jinday. Barakasini bersin, xudo xolasa. So'liqni ham udorata bular, Eldarbek maza qilib qo'y qilaman degan odam ham uzun, ham bo'yin o'cha. Xudo xolasa. Ham bo'yin o'cha. Ranglarni ko'rib turibsiz mana, hurmatli obunachilar. Dumbalari kelgan. Shunisidan bilib olsalaring bo'ladiki, haligi sutga to'ygan. O'tini yaxshi yeb yurgan, xudo xolasa bemalol yeb ichishga kafolat bersak bo'laveradi. Xotirjam 10 kun sinab olishaveradi. Sog'ligini sinab olgansiz. Ha, xotirjam 1 hafta emas, 10 kun sinab olishaveradi. Endi mana. Quloqda ham qara kattaligini qo'ziladi. Har safar oz kelardi, bu safar ko'p kelibdi, yaxshi. Ha, xudo xolasa aytdim, orzadan uchrab qoldi. Shunga bir dona oqi bor, bir dona ko'ki bor. Qolgani bir xil. Qolgani bir xil, kashtan. Hammasi xudo xolasa. Sog'liq qidirib yurgan akalarimiz ko'p edi. Haligi 10 ta olaman, 5 ta olaman degan akalarimiz. Akalar o'zi 10 ta 20 ta kelyapti. 10 tadan tanlamaylar, mana 45 tadan, 55 tadan 55 tadan tanlab olishaversin. Xudo xolasa mazaq tanlab olsin. Ha, zo'rini olishadi. Chunki biz asli qo'y qilaman degan odam bo'lsa, hammasini olib qo'ysa yutadi. To'g'ri, joyi bor odam bo'lsa, hozir sezonda olib qo'yish kerak. Chunki masalan maydasi yo'q-da, mana maydasi mana bir dona mana shu kashdan. Mana shu bir dona xolos maydasi. Qolgan hammasi bir xil qo'zini. Deyarli bir xil holatda. Yo'q, ko'z tegmasi yaxshi narsalar kelibdi. Sayfullo aka o'zi har safar zo'rlarni terib olib kelasiz, bu safarga ham zo'rlari kelibdi, ko'z tegmasi. Aytdim-ku, xudo xolasa encha arzon uchradi, o'shaning uchun biz ham arzon beramiz. Sayfullo chiqamligini kutishadi, xudo xolasa. Nech pul qilib beramiz endi? Narxini bosib qoldingiz aka. 3 million 100 ming so'mdan Eldarbek. Qo'chqordan Ammo qo'chqorlardan qarang, qo'chqorlardan katta encha. Ha, so'liq encha pul olyapti hozir, to'g'rimi? Yo'q, so'liq pul, ha, to'g'ri. O'shaning uchun mana qo'chqorlardan katta, solishib ko'rishaveradi. Qo'chqor narxiga yetmaydimi ham? Unda bo'lmay ketadi Eldarbek. Bir qo'ra qilib olishsa. Yo'q, bir qo'ra qilib olishsa, masalan, qarang, u ichida qanday qo'ylar yuribdi, qarang. Yo'q, endi to'g'ri, masalan, mana shu qo'ydi ham mana akalar. Fikr bildiraveringlar, qolsa. Yo'q, semizligini qarang. Aka endi hozir hammasini ko'rsatamiz-da, qo'y ko'p. Ha. Narxdan gaplashaveraylik, shu boqadigan odam shuni ko'rib qo'ydi. Yo'q, qarang, aslimi yomon aytmadim men 31 dan. Narx aka 32 deganingizda ham zo'r edi. Ko'cha bilan hisoblasa. Qo'lda beringda 3 million so'mdan ketaveradi. 29 dan aka o'shalar bilan bir xil bo'lib ketaversin. Har safar obunachilar tomon bo'lyapsiz, biz tomondan bo'lib bo'lsa. Yo endi ertaga qarang, qo'yga qarab pul bering bo'pti. Aka o'sha olgan odam ertaga qaytib keladi-da, baribir. Bugun sotib ertaga yig'ishtirib qo'ymaysiz. Meni bir kutishsinmi yo'qsa, ha? Kelishadi-da, xudo xolasa. Qachon chiqargin deb. Ha, bir. Mana buni qarang, tanlab olsa 3 million so'mdan hading. Optimga olsa 2 million 900 dan. Baribir ekan. Akalar, bunaqasi bu sezonga bo'lmagan. Imkoningiz bo'lsa tepasiga kelib ko'ring. Xudo xolasa qo'ylar sizlarga yoqish kerak. Keyingi videolarda videoni uploadingizga qarab Sayfullo akadan desam, xudo xolasa shoshilib videoga kiraverasizlar. Sababi har safar shunaqa narxlarni sindirib beradilar. Har safar obunachilarimiz kutishadi inshaalloh. Xudo xolasa kutib tursin. Bundan keyin sarig'idan bor. Sarig'i ham masalan narxi baland emas. Chunki sariq qo'ydim, narxi baland qo'yish keragi yo'q. Mana shular narxida ketaveradi sarig'i. Barakasimiz olib chiqamizmi? Uni olib chiqamiz. Ketdik akalar, like bosib turinglar, kommentariyada fikr yozib turinglar. Inshaalloh keyingi partiyalarimizni olib chiqib ko'rsatamiz.
Hurmatli obunachilar, bu partiyamizga tilla ranglaridan har doimgidek niyatimiz bor. Sayfullo aka, tilla narxida sotishsin obunachilarimiz deymiz. Bu da tembo'liq qulog'i ham butun Eldarbek. Hammasiniki butunmi? Bir donani kesilgan mana. Barakasin bersin. Bitta ikkita kesilgan xolos. O qashqaniki bor ekan. Ha, qashqa mana ikki qashqaniki xolos. Qolgan hammasi butun. Necha oylik bular aka? Bular 3,5 oylik atrofida. 3,5. Ha. Oldi 4 oyga ham borib qolib shekilli. Ha, 3 oydan 4 oygacha-da. Mana mana shu qo'ylar 4 oylik desa ham bo'laveradi. Endi avvalo cho'pon biladi buni aka. 100% necha kun. O'zimiz hamdamga aytamiz-da biz. Ha, 5-10 kun nari beri bo'lishi mumkin. Tag'in haliga aytamiz. 4 oy desak 4 oy 1 kunlik bo'lsa ham biz yolg'onchi bo'lib qolmaylik. O'sha 4 oylik atrofida deb chamalab olaverasizlar. Lekin manaqa yuzi tozasi ham bor mana. Quloq, bashara oq. Hamma yerga qarang qo'ydi. O'sha mana shuni bitta ko'rsataymi? Mana. Mana. Qulog'im ketdi. Bu arashan deb arashan emas bu. To'g'risi arashan deb o'ylashmasa yana. O'zimizni hisobimiz. Ha, odamzodga yolg'on gapirish kerak, arashan emas bu. To'g'ri. O'zimizni hisorini sarig'idan bu. Hisorini sariq variantlarda. Akalar, masalan, to'g'ri 200 kilo, 220 kilo bo'lmasligi mumkin. 130, 150 kilo bo'lsin. O'zi hozir aka 150 kilolik qo'y kam shekilli-ku, to'g'rimi? To'g'ri. Endi masalan bunday aytda, qarang, kimdir sariq qo'yga ishga o'zi boyapti-da. Kimdir qora qo'yga. O'shancha edenni ajratib qo'yganmiz biz. O'shalardan bitta partiyaga kelgaysizlar. Hammasi haliga jaydar narxida ketaverading. Lekin mana shu bir danda o'zimni qo'yim mana shu. Ha. O'zimni qo'yimni bo'lasiz, hozir ushlaganim hozir. U ham shunday narxda ketaveradi. Hozir haliga Eldarbek bersin. Unda xolos. Nech puldan qo'yamiz Sayfulloga narxidan boshladik? Buni soni 12 ta. Xo'p. 4 ta irg'atisi bor. 8 ta qo'chqori bor. Narximi 3 million 300 ming so'mdan. Bo'laveradimi? Ya siz ham shu sariqni rangiga urib yuboryapsiz aka. Yo'q, bo'ldi. 3,5 deyishyapti, dangal. To'g'ri, 3,5 deyishyapti bozorda ham. To'g'ri. Mayli, bozordan masalan 3 million 200 ming so'mdan ketdi mana. 3 milliondan Sayfullo aka. Eldarbek 29 nargini narxida degan uyaldim Sayfullo aka. Yirikligi ham zo'r. Soni ham bitta ikkita emas. 3 million aka sizga endi shu 500-600 tashda shu bilinib ketsa uyat ham bo'ladi aka. Xursandmisiz? Barbar aka. Maza qilsa obunachilarimiz xursand bo'lishsa aka. Meni kutishsa meni chiqishimda. Xudo xolasa. Mana akalar, rang ro'yi, sifatlari qo'chqormi so'g'liqmi? Bular 8 ta qo'chqor, 4 ta irg'achisi bor. 4 dona urg'och. O'zidan o'zi ko'payib yuraveradi xolasa. Barakasini bersin. Bir qo'la bular hammasi. Duo qilib qo'yasizlar olgan akalarimiz. Xudo xolasa ko'cha-ko'y bilan solishtirib o'zi qo'rangiz ham oxirida. Eng etakda o'zi bilishadi. Masalan, ko'p videoga chiqaman-da men. Eng etakda, lekin u etakdek qimmat ekan deyishmasin. Kelsa naborat qarang. Xohlasa arzon qilib beramiz. Bozordan ham hamma yerda arzon qilib beramiz. Barakasini bersin. Akalar, fikrlaringizni bildirib turasizlar. Bizda keyingi partiyamiz ham bor-a? Keyingi partiyasi bundan ham yengilrog'i bor. Bundan ham yengili bormi? Keyin yana bitta bor yengili. Barakasini bersin. Videoda oxirigacha ko'rishgani uchun apps qilishmaydi xolos. Bonuslar bor. Bonuslar bor. Olib chiqamizmi? Olib chiqamiz. Ketdik. Hurmatli obunachilar, bu partiyamizga xudo xolasa qo'chqor so'liq aralashlardan bu partiyaga. Soni 10 ta, Eldarbek, qarang. 6 ta irg'atisi bor. Hop, 4 ta qo'chqori bor. Xo'p, tushunishlaring uchun yulduzchalar urg'ochi, kega qo'chqor. Ha. Kega qo'chqor akalar mana. Qonuni ko'ring bularda chiqqani. Kattaroq qo'y bo'lganda bo'g'oz bidirdim aka bu turishiga bularni. Quloqni ham qarang kattaroq. Do'stlar, aka yeb ichib tursa achinmaysiz. Aslan shunaqa, ha. Topib berib uspet qilaverasiz. O'rtaga qaytmaydi qo'y. U yemasa chatoq akalar, manaqa yeb tursa hech kim ko'p yeyapti deb jalba qilmaydi-da, to'g'risi. To'g'ri. To'g'ri qonuni. Xohlasan shunaqa sog'lomlaridan olinglar, ertadan keyin o'zgarishi ham o'shanga yarasha bo'ladi. Bularni asli yurgizib tursangiz ham effekt beraveradi. Masalan, dala hovlingiz bo'lsa, joyingiz bo'ladigan bo'lsa, to'yib o't yeb tursa ham xudo xolasa sog'liqlar o'zgaraveradi. Ko'chaga chiqarib bersa, asli qon to'yib kelaveradi bular. Eldarbek qarang. Necha oylik bular aka? Bular 2,5-3 oylikda. 2,5-3 oylik. 100 kunlik atrofida deb beraylik bo'lmasa aka. Ha, 100 kun atrofida akalar. Yoqqan bo'lsa, kommentariyada fikr bildirib turasizlar. Endi narxidan boshlaylik Sayfullo aka. Narxini aytaman, tortishmay qo'yasiz-a. Tortishmadan narx aytaveray. Bo'ldi, yopishtirib aytaman. Yopishtiraman. 2 million 700 ming so'mdan bo'laveradimi? 2 million 700 dan. Mana. Optimaga xayri bormi? Xayri bor. Telefon qilsa xayri bor. Bor aka. 2 million 700 dan aka. Siz ham tortishmadingiz, chunki narxini ham ko'rib turibsiz, qo'yni ko'rib turibsiz. Aka, narx shunchaki emas, narigi partiyalarning yo'lida qo'ydingiz. Men haligi shunchaki gapirganim yo'q. Masalan, bu narsa sotilsa ham, sotilmasa ham menga sog'i yo'q. To'g'ri. Shunchaki men tepasidagi odam bo'lib gapiryapman xolos. To'g'ri. Inshaalloh. Kelsa da hozir ish bitaveradi. To'g'ri. Xotirjam ish bitadi kelsa. Akalar, shoshilib qolinglar. Shunaqa optim joyidan
katta partiyalar kelganda olib qolsalaring, xudo xolasa, ishlaring bitsa, bizni maqsadimiz ham shu, o'shandan Ha, xursandmiz. savdogarlar olib chiqib sotsa ham bo'laveradi aslida. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Keyingi partiyamizga qanaqa chiqadi aka? Bundan ham puli yengili bor. Bundan ham yengili bormi? Bundan ham yengili bor. O'g'irlanmaganmi aka? Yo'q. Qo'yni ko'ryapsiz, qo'y vaqtimiz zo'r. Olib chiqamizmi? Ikkinchisini olib chiqamiz. Ketdik. Hurmatli obunachilar, navbatdagi so'nggi partiyamiz bu Sayfullo aka. So'nggisi aytaman, ey Eldarbek. Voy aka. Videoni oxirigacha ko'rib, apps qilishmaydi. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Mana akalar. Son nechta? Son 10 ta. 10 dona, bir qo'ra. Ha. Xudo xolasa endi buni olgan odam bitta shart. Qo'rangiz to'ladi 10 ta bilan. 1 oydan keyin qo'rani kengaytirish sharti bilan. Bori 2 oydan keyin. Ha, kengaytirib 1 oy emas, 20 kundan keyin kengaytirish boshlaysiz. Sabab bu akalar o'sadigan narsa, haligi oyma-oy ko'zingiz ko'rib turadi bularni o'sganini. Hammasi quloqlari butun bo'ladi ham. Qo'chqormi so'luqmi? Bular 50 ga 50. 5 ga 5. 5 ta qo'chqor, 5 ta so'liq. Barakasi bersin akalar. Rangi ham Ichida o'zidan ko'payiraveradi bular. bitta sarig'i bor ekan, qolgani mana kashtan qora variantda. Yosh oliga ham 3 oyga borib qo'yganmi? 2,5 oylik. 2 oydan o'tgan. Ha, 2 oyda o'tgan. Oxirdan bemalol yo'radi. Xotirjam vid va qonunni ko'ring. Hammasini qonun chiqyapti akalar. Xudo xolasa narxini nech pul qo'yamiz buni aka? Narxi o'sha videoda boshida aytdim. Endi aytdimmi aytmadim bilmayman, lekin 2 million 500 ming so'mdan ketaveradi. 12 ta viloyatga olib borib beraman. 2 million 500 dan shu hammasini bir qo'ra qilib olsa Bir qo'ra qilib olib borsa, lekin bitta ikkita olsa, pilisi bor. Ha, kelishiladi. Ha. Akalar, bir qo'ra qilib oling, 12 ta viloyatga dastavka bor. Menimcha buni aka shu atrofda kelib yurgan akalar olib ketib qolishi kerak, narxini. O'zi klientlar bor, Eldarbek. Telefon qilishadi o'zi. Soniga ishlaydiganlar-da. Ha. Endi kimlardir bor, nari yirigidan bir 50 ta boqaman deydi. Kimlardir bor, maydasidan 70 ta boqaman deydi. Shunday narsa-da. Xudo xolasa, hammani hisob kitobi o'ziga yarasha. Salomatligi zo'r hammasi bularni. Tavsiya qilaveramiz, xudo xolasa. Tavsiya qilaman. Barakasini bersin. Endi akalar, sizlarga bitta tavsiya, taklif. Biz video cho'zilib ketmasligi uchun hamma qo'yni ko'rsatmaymiz. Qo'raga kelsalaring, bu yoqmasa boshqa partiya, unisi yoqmasa keyingisi. Do'xolsa qo'y serab, davomi ochish yana kelyapti. Xotirjam kelishaversin. Bugun bo'lmasa ertaga, ertaga bo'lmasa indinga. 24 soat eshigim ochiq. Kelishaversin. Endi agar shuncha qo'y ichidan qo'y yoqmasa akalar, bilmadim. To'g'risi. Kelishlarini tavsiya qilaman. Sayfullo aka, sizni ham obunachilaringizga vaqtlarini ko'p olmaylik. Xudo xolasa videoni yakunlab, tezroq joylab beraylik, kelib ko'rsin. Kelishsin, ish bitadi xolasa. Inshaalloh. Hurmatli obunachilar, videoni mana shu yerda yakunlaymiz. Oxirigacha ko'rgan akalarimizga rahmat deymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Ketkizgan vaqtlaringizga rozi bo'lib qo'yasizlar. Rahmat hammaga.